Inson sodir etadigan ishlar ikki turli bo'ladi. Birinchisida inson uchun umuman ixtiyor bo'lmaydi. Alloh taolo irodasi bilan unga shuni joriy qiladi va insonda hech qanday ixtiyor bo'lmaydi. Tug'ilishi, o'g'il yo qiz bo'lishi, rangi, vafoti kabi ishlar Allohning irodasi bilan bo'ladi. Ikkinchisi insonning ixtiyori bilan bo'ladigan ishlardir. Bu unga Alloh tomonidan berilgan ixtiyordir. Bunga o'z ixtiyorimiz bilan qilayotgan har bir ishimiz kiradi. Shuningdek, gunoh ishlar ham insonning ixtiyoridagi narsalardir. Mana shu ixtiyorni Alloh beradi. Ya'ni Alloh insonning ixtiyor qilishini iroda etadi. Tanlovchi bo'lish ixtiyorini beradi. Insonning har bir ishi Allohning irodasi bilan bog'lanadi. Gunoh ishni qilganida ham Allohning irodasiga kiradi. Lekin Alloh shu gunohni qilasan degan ma'noda majburlamaydi. Uning gunoh ish qilishini hech ham xohlamaydi. Insonning o'zi bu ixtiyorni gunoh qilishga ishlatadi. Inson, ey Robbim, bu ishni iroda qilganing uchun qildim deya olmaydi. Chunki gunoh ishni o'z ixtiyori bilan qilgan bo'ladi.